yili balandroq bo'lsin, narxi arzonroq bo'lsin, probegi kamroq bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana 4-pozitsiya avtomatik korobka 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil topib qo'ydik. Masofasi bor yo'g'i 3700 km bosib o'tgan probeglari. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsangiz, yaxshi chexollar taqib qo'yilgan, ko'rik poliklar, video registratorlari bor, monitorlar qo'yilgan. Probegi 3700 bor yo'g'i mana hali yangi metan gazla uстановка qilingan. Mana mashinamizga yangi metanla uстановка qilingan. Zapaskalar tushmagan. Mashinamizda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Kraskalari top-toza, o'zlaringiz uchun bemalol tekshirib olasizlar. Motor atseklariga keladigan bo'lsangiz, mana juda ideal holatda turibdi. Yangi metanla uстановкаlar qilingan. Motor galoptalariga kulish tegmagan. Kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketsalaring bo'ladi. Mashinamizni tan narxini 11700 deb baholadik. Naqd avtokreditga ham beriladi, bitta pasport evaziga. Manzilimiz Jizzax shahri, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilib olib ketishlari mumkin.